Oxirgi xatoni topolmadim. Ismingizni tanishtiring. Men Abdurashidova Marjona. Hozir siz bilan qiziqarli o'yin o'ynaymiz. Bu mayli. yerda asardan parcha keltirilgan va siz bu yerdan 4 ta yoki 5 ta xatoni topishingiz kerak bo'ladi. Xo'p. Boshlaydik. Kunduzning qahriga kechaning safosi uchun chidardim. Men har qancha sukunatni orzu qilmay, kunduz hangomalari qo'limdan tutib, ayyorlik va o'z vahimasi tomon tortardi. Shuning uchun kechaning sukunatida kunduzi ko'rinmagan narsalar ko'rinar. Yaxshi ishlar ham, yomon ishlar ham ko'proq dunda amalga oshirilardi. Aha, endi bu yerdan xatolar topishingiz mumkin. Birinchi Xo'p. xatoyimiz qayerda deb o'ylaysiz? Birinchi xatoyimiz hangomalari. To'g'ri. Chunki yumshoq hda yozilishi kerak. Ayyorlik ikkita To'g'ri. y bo'lishi kerak aslida. Keyingi xatoyimiz. Tunda bo'lishi kerak. To'g'ri. Va oxirgi xatoyimiz. Oxirgi xatoni topolmadim. Rahmat ishtirokingiz uchun. Rahmat, sog' bo'ling.